1992-96 Prezidentimiz Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bo'lgan yillarda ular ishlagan qabulxona va kabinet. Prezident Shavkat Mirziyoyev faoliyatining muhim bosqichlaridan biri aynan Mirzo Ulug'bek tumanida o'tgan yillar bilan bog'liq. 1990-yillar boshida mustaqillikning ilk yillari, iqtisodiy qiyinchiliklar, tizim o'zgarishi, odamlarning kundalik muammolari eng oldingi o'ringa chiqqan vaqt. Mirzo Ulug'bek tumani ham oddiy hudud emas, ilmiy markazlar, talabalar, ziyolilar yashaydigan joy bo'lgan. Bu yerda ishlash faqat boshqaruv emas, muloqot, tinglash, qarorlarni tezkor qabul qilishni talab qilgan. Menimcha aynan shu davr prezidentimizning boshqaruv uslubini shakllantirgan, to'g'ridan-to'g'ri muloqot, joyida yechim va amaliy natijaga yo'naltirilgan yondashuvni